keldi. O'g'lim Moskvadan keldi. O'g'lim. Привет, пап. Evet. O'g'lim yaxshi kelding, yaxshi ishlab kelding. Kim bu qiz? Bizni ishlabga qoldirmoqchimisan? Qizim ismingiz nima edi? Мария. Chiroyli ism ekan. Kim bu megajin gapir? Megachi emas, Mariyaman dedi-ku. Ey, Ona buni ota-onasi yo'q, yetim, lekin yaxshi qiz. Voy, buni chekmay, shokoladni cheka qoling, undan ko'ra. Bu yaxshi emas. yo'qot bu megajiningda. Ona. Dada gaplashing. Bo'ldi, o'zim gaplashib beraman. Xotin? Xotin xo'p degin, o'g'ling yaxshi ko'rib qopti-da endi. Bo'pti. Qoladi. Faqat meni sinovlarimni o'tsa bo'ldi. Avvalini ustini almashtirib, ko'ylak kiyib olsin. Boyagi kiyim yaxshi edi. Birinchi bo'lib sigir sog'ishdan boshlaysan. Ma, Ой, фу, я боюсь. Нет. nima deyapti? Qo'rqaman deyapti. Men unda o'zing sog' qo'rqsa. Menmi? Ha? O'li. Mam, shunday qilaymi? Yo'q. Mana tandir. Senga 1 soat vaqt tandirga olib qo'y. Nima qilish kerak? Men bilaman nima qilish kerak. Rostdan o'zi yopdimi? Ha? Oxirgi shartim. Nechta tug'ib berasan? Bitta. Bitta? Kamida 5 ta tug'asan. Shodiyor aka. Bu yoqga men javob.